Birodarlar, biz haj oylarida, haj kunlarida turibmiz. Bu videoni albatta hajga kelgan odam ko'rishi lozim. Yoki hajga kelmoqchi bo'lganlar haj nimaligini bilib olishingiz mumkin. Mana shu qisqa videoda haj to'g'risida sizga haj amallari to'g'risida gapirib beraman biiznillah. Hajning tamattu turi to'g'risida gapirib beraman. Nimaga? Chunki ko'p hajga kelgan hojilar haj tamattuini qilishadi. Tamattuning ma'nosi o'zi nima? Foydalanish va yengillik degani. Xo'p, u umra va haj amallaridan iborat. Tamattu hajini qilishlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavsiya qilganlar. Aytganlarki, agar men kelasi yil haj qiladigan bo'lsam, tamattu qilaman deganlar. Imom Muslim rivoyat qilgan. Xo'p, tamattu amali quyidagicha bo'ladi. Umrani birinchi qilinadi. Umra amallari ma'lumdek ihromga kiriladi. Borib Ka'bani 7 marta tavof qilinadi, keyin 7 marta sa'iy qilinadi Safa Marvani orasida, keyin sochni olib yoki qirib yoki qisqartirilib chiqariladi. Keyin 8-Zulhijja kuni qaytadan yana ihromga kiriladi. Xo'p, mana shu orada umra amali bitgandan keyin to 8-Zulhijja bo'lgungacha oddiy qanday holatda yurgan bo'lsangiz shunday yurasiz. Keyin 8-Zulhijja kuni Minoga chiqilinadi, u yerda tunlanadi. 9-kuni, ya'ni Arafa kuni Arafatga qarab yuriladi. Arafa bu hajning eng muhim kunidir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam al-hajju Arafa deganlar, haj Arafadir deganlar. U kunda ko'p duo qilinadi va zikr qilinadi to quyosh botgungacha. Kapalardan chiqib, mana bu Jabalur Rahma tomonga borishlik sunnatda yo'q. Haj amallariga kirmaydi u joyga borishlik. Haj mana shu joyda ham turishligingiz haj. Arafa deyilganda mana shu joy hammasi Arafatdir. Mana shu joylarda turilsa bo'ldi. Va mana shu kunda Alloh taolo bandalarning gunohlarini kechiradi. Quyosh botgandan keyin Arafatdan Muzdalifaga qarab yuriladi va u joyda uxlab tunlaniladi. U joyda uxlashlik sunnat amallardan biridir. U joyda yana bir qilinadigan amallardan biri tosh teriladi. Muzdalifada tunab turgandan keyin bomdod namozi o'qiladi, keyin quyosh chiqqungacha turiladi. Quyosh chiqqandan keyin jamoratga Minoga qarab yuriladi, borib tosh otilinadi. Tosh otilgandan keyin soch olinadi va iloj bo'lsa tavofil ifozan ana shu kuni qilinadi va qurbonlik qilinadi. Keyin ihromdan chiqiladi. Tamattu qilgan odam albatta qurbonlik qilish kerak. Agar qurbonlik qilishlikka qodir bo'lmasa, haj kunlarida, hajda 3 kun roza tutadi, ya'ni Makka da, keyin uyga qaytgandan keyin 7 kun roza tutish kerak bo'ladi. Jami bo'lib 10 kun. Minoda 2 kun tunash kerak bo'ladi, kamida, yoki 3 kun. Agar 3 kun tursa yaxshi. 2 kun turib ketsa ham bo'laveradi. Va albatta u kunlarda 3 martadan borib tosh otilinadi. Keyin haylash tavof qilib ketiladi. Agar tavofil ifoza, ya'ni hajning tavofini hayit kuni qila olmagan bo'lsa, mana shu 2-3 hayit kunlari ham qilsa bo'ladi. Keyin oxirgi qiladigan amal, xususan Makkani tashqaridan kelgan odam uchun tavofil vada, haylash tavof. Bu eng oxirgi qiladigan amal bo'ladi. Shu bilan haj amallari tugaydi. Alloh barchamizni muvaffaq qilsin haj qilishlikka. Inshaalloh hammanglar haj qilasiz degan umiddaman. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلام